Assalomu alaykum ustakalarimizga. Bu mabodo jem kolodkangiz ishlamay qolib muammo qilsa, oddiy holatda ikkitasini nimasi, buni kalinaga ulab turib, buyoqdan teshib turib, temishga qilib ulab qo'yasiz. Bu emga klaynni shu holatda ishlataverasiz. Olamiz. Buni korpusga mana bu joyga massaga qistirib qo'ysak, diagnostikamiz yondi. Endi bog'lab ko'ramiz. Zamok ochib, hop, ishlaradi. To yangi olganingizgacha ishlab tursangiz bo'laveradi. Shunaqa qilib yangi olib o'tirmasdan ikkita kabel bilan hal bo'ladi. Bittasi massa, ikkinchisi kallayni. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.